2022-yil avgust oyi muhtaram prezidentimiz Urganch shahridagi Al-Xorazmiy shaharchasi qurilishiga asos soldi va u yerda buyuk olim nomidagi universitet tashkil qilinishini ta'kidladi. Urganch shahrida Al-Xorazmiy shaharchasini qurilishini boshladik. Bu yerda 130 gektardan ziyod hududda Al-Xorazmiy universiteti va ixtisoslashgan maktab Al-Xorazmiy markazi buyuk bobomizning ulug'vor haykali bunyod etiladi. Prezident 2025-yil 30-aprel kuni Al-Xorazmiy universitetini tashkil etish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining universitetni tashkil etish to'g'risidagi tegishli qarori imzolandi. So'ngra Al-Xorazmiy universitetining maqsad va vazifalari belgilab olindi. 2025-2026 o'quv yili uchun talabalar eng zamonaviy yo'nalishlarga o'qishga qabul qilinishi e'lon qilindi. Dron texnologiyalari muhandisligi, sun'iy intellekt, dasturiy ta'minot muhandisligi. 1500 ga yaqin abituriyentlar Al-Xorazmiy universitetida o'qish istagini bildirdi. Zamonaviy kasblarni o'rganish istagidagi yoshlarga esa universitet ko'plab grant imkoniyatlarini taqdim etdi. 26 avgust kuni maxsus imtihonlar asosida 100 nafar iqtidorli talabalar universitetga qabul qilindi. Son emas, sifat muhim. Yurtimiz ertasi uchun malakali kadrlarni yetkazib berishni maqsad qilgan Al-Xorazmiy universiteti o'z sohasining yetuk mutaxassislarini ta'lim jarayonlariga jalb qildi. Xorijlik professor o'qituvchilar bilan bog'lanib, Amerika va Yevropaning nufuzli universitetlarida tajriba to'plagan mutaxassislar Urganch shahriga keldi va Al-Xorazmiy universitetida faoliyat boshladi. 2025-yilning sentyabr oyi universitet hayotidagi unutilmas voqealarga boy oy bo'ldi. Tanishtiruv haftaligi davomida talabalar universitet hayoti, tengdoshlari va jamoa bilan yaqindan tanishdi. Davlat rahbari bildirgan ishonch va oldinga qo'yilgan ulkan maqsadlarni his etdilar. 26 sentyabr tantanali ochilish tadbiri o'tkazildi. Nufuzli mehmonlar va hamkorlar, pedagoglar va ota-onalar barcha Al-Xorazmiy universitetining kelajak sari tashlagan birinchi qadamini olqishladi. Birinchi o'quv yili rejalar, ishlanmalar, loyihalar bosqichma-bosqich amalga oshirib borildi. Darslarning to'liq ingliz tilida o'tilishi, talabalarning erkin muloqot qila olishi uchun imkoniyatlarning yaratilishi, g'oyalar va startaplar universitet tomonidan qo'llab-quvvatlanishi talabalar istagan muhitni yuzaga keltirdi. Bir qator hamkor tashkilotlar va universitetlar bilan memorandumlar imzolandi. O'zaro tajriba almashish maqsadida aniq rejalar belgilab olindi. Talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ma'naviy olamini boyitish, mustahkamlash masalasi har doim e'tibor markazida bo'ldi. Turli tadbirlar, muhim sanalar, adabiy uchrashuvlar, davlat tashkilotlariga tashriflar tashkil etilishi shular jumlasidandir. Bugun sun'iy intellektning hayotimizga kirib kelishi, har bir sohada undan to'g'ri foydalanishning muhimligi ortib borishi natijasida talabalar doimiy izlanish va o'rganishda bo'lishi lozimligini har nafasda anglamoqda. Bu borada o'zaro fikr almashish va tajriba to'plash maqsadida IT va zamonaviy kasblar bo'yicha zo'r natijalarga erishgan zamondoshlarimiz bilan doimiy uchrashuvlar o'tkazildi. Bu orqali talabalar to'g'ri maqsad qo'yish, natijaga erishish bo'yicha real hayotiy voqealardan ilhom oldilar. Zakovatli talabalar o'tgan vaqt davomida turli sinovlar va sport musobaqalarida doimiy chiniqib bormoqda. Universitet jamoasining har bir a'zosi 2025-yil davomida bor kuch, shijoati va bilimi bilan sifatli va zamonaviy ta'lim muhitini yaratish yo'lida birlashdilar. O'tgan har bir kun yangi bilimlar, yangi qadamlar, yangi natijalarga sabab bo'ldi. 2025-yil Al-Xorazmiy universiteti kelajakka umid va aniq maqsad bilan olis manzil sari parvozga chiqdi. Zero 2026-yilda Al-Xorazmiy universitetining parvozi baland bo'lajak. Yangi yilingiz bilan